Obunachilarimiz uchun bugun barlar haqidagi ma'lumotlarni aytib o'taman. Ko'ryapsizlar, barlar 600 ming, 700 ming, 400 ming, 300 ming so'mga ham bar qo'yib. Biz barlarni aytmaymiz. Faqat ozgina tushuncha berib ketamiz, siz o'zingiz ko'rasizda, o'zingiz uchun bilib olasiz. Spark bar, Nexia 3 bar, Cobalt mexanika, Tracker avtomat. Va albatta Gentra avtomat, Gentra mexanika. Xuddi mana shu narsani qimmat arzonini sizlar eslatib ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Mana bu Cobalt mexanika bo'ladi. Mana bu ham Cobalt mexanika bo'ladi. Farqini ko'radigan bo'lsanglar, bittasi rushnoylari knopkali bo'ladi. Bittasi rushnoy o'zini joyiga qoldirilgan bo'ladi. O'zbekistonnikisi bo'ladi. O'zbekistonnikisining razmeri kichikroq bo'ladi, narxi arzonroq bo'ladi. Shuni yaxshilab e'tibor berib turgan bo'lsanglar, razmni anonsi ko'rsatib katta kichikligini. Shuni o'zi ham razmeri farq qilib turibdi. Hech qachon bitta do'konda 1,5 million so'm turgan do'kon qaysidir zo'r optimchi yo internetga ko'rilgan kishiga 600 ming, 700 mingga turmaydi. Albatta farq bo'ladi. Bu videoda olishimdan maqsad ko'p joylarda barlar $100, 1,5 million so'm turganga manaki bizga bar keldi 600 ming, 650 ming so'mdan tayyorlashyapti. O'zi shuni olib keldi. Bu arzonchi variant bo'ladi. Buni qo'yadigan bo'lsangiz, rushnoy taydan chiqib qoladi. Nevigitni. Prosta video uchun olaman deysiz, lekin rushnoy barbanday qilib chiqib turaveradi mana bu joydan. Chem kulturni qo'yib, knopkali hamma narsa abagrev, besprovодный, hammasi chiroyli o'zini joyiga joylashgani yaxshiroq bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hamma mashinalarimizga kelib, videoni oxirigacha ko'rsanglar, Damas mashinasiga qo'yilganini ko'rsatib o'tib ketamiz. Sog' Shavet.